Ayni paytda Buxoro viloyatida Innovatsion rivojlanish agentligining mablag'lari ko'magida umumiy qiymati 41,6 milliard so'mlik 36 ta tijorat va startap loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar ishga tushirilishi natijasida 250 ga yaqin yangi ishchi o'rinlari yaratiladi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Hozirda Buxoroda 36 ta istiqbolli innovatsion loyihalarga qo'l urilgan bo'lsa, shundan 13 tasi viloyat markazida tatbiq qilinyapti. Qolgan 23 tasi tumanlar kesimida olib borilmoqda. Shuningdek, taqdim etilgan imkoniyatlar natijasida ilmiy tashkilotlar tomonidan umumiy qiymati 10,7 milliard so'mlik 19 ta loyihalar amalga oshirildi. E'tiborli tomoni, loyihalar doirasida viloyatda 40 turdan ortiq innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarilishiga erishildi. Bunda robototexnika sohasini rivojlantirish va yoshlarni kasbga o'qitish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami ham kengayib bormoqda. Bizning Robot Center o'quv markazimizda 150 dan ortiq bolalar tayyorlanyapti. Ular asosan 1-sinfdan boshlab shu robototexnikani pag'ona yo'nalishlarga bo'lib o'rgatyapmiz. Prezidentimiz tomonidan robototexnikani rivojlantirishga qaratilayotgan e'tiborlari hozirda musobaqalari deylik yoki shu soha umuman endi dunyo miqyosida tenglashishga harakat qilyapmiz. Loyihalarni sohalar kesimida tahlil qilganda ularning 24 tasi sanoat, 11 tasi xizmat ko'rsatish, bittasi qishloq xo'jaligi tarmoqlarida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar natijasida qariyb 22 milliard so'mlik qo'shimcha ishlab chiqarish quvvati tashkil etilib, joriy yilning o'zida 200 ming dollarlik eksport ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Bunda zamonaviy texnologiyalarni yaratish, ularni amaliyotda qo'llash borasidagi tashabbuslar ham yuqori samara bermoqda. Ajratilgan 850 million so'm grant mablag'lar hisobidan korxonamiz tashkil bo'lgan. Hozirgi kunga kelib 18 turdagi suv filtrlari ishlab chiqarishga moslashgan. Buning natijasida 20 ta bo'sh ish o'rinlari yaratilgan. Undan tashqari korxonamizning yillik ishlab chiqarish quvvati 1000 ga yaqin tayyor filtrlar ishlab chiqarishga moslashgan. Mahsulotimiz qishloq xo'jaligida, issiqxona sanoatida, farmatsevtikada, tibbiyot sohasida hamda aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida shu yo'nalishlarda ishlatiladi. 2024-yilda Innovatsion rivojlanish agentligi huzuridagi grant dasturi doirasida Buxoro viloyatining 14 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan umumiy qiymati 196 million dollarlik sanoat va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu borada IT, xususan yangi dasturlarni ishlab chiqarish xizmatlari rivojiga ham keng o'rin berilyapti. Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan shu grantni yutib olganmiz. Grantda bu yerda hozir biz shu BSS programmasini yaratganmiz. Bu programmada hozir shaffof qurilish bo'ladi. Bu yerda shu BIM texnologiyalari ishlatiladi. Hozirda shuni yanada rivojlantirish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Yana bir ma'lumot, Jahon bankining Munis loyihasi doirasida buxorolik tashabbus egalariga 678,7 ming AQSh dollari grant mablag'lari taqdim etilmoqda. Mazkur loyihalar ishga tushish natijasida birinchi bosqichda zamonaviy kasblar yo'nalishida 100 ga yaqin qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi.